Assalomu alaykum akalar. Bugun obzorimizda Mazda CX-7 mashinasi bo'ladi. Sirazi informatsiyasini aytib o'taman. 2008-yil ishlab chiqarilgan, 170 ming kilometr bosib o'tgan, 2-3 turbina motor bilan jihozlangan. Motorning holati zo'r, korobkasi avtomat korobka zo'r, hadovoyi zo'r akalar. Hattoki 4 ta ballonlarning holati ham yaxshi, konditsionerlargacha ishlab turibdi. Egalarining nomerini yozib qo'yaman, narxini ham sirazi aytaman. Narxi atiga 8500 AQSh dollari. Mashina bilan mashinaning farqi bor. Mashinani bitta ko'rib chiqamiz. Namazani rangichi akalar seri bo'lib, seri emas, nebesniy rang, juda ham chiroyli. Aytib o'tganimdek, diska ballonlarining holati zo'r. Mashinamizda full komplektatsiyada, ya'ni luklari bor. Mashinamizda skromniy, solidniy orqa rakursini bitta ko'ramiz. Orqa rakursini ko'rsanglar bo'ladi. O'zining shildiklari Mazda CX-7 двойной выхлопной sistema, juda ham chiroyli bo'lgan optika, bagajlari ham juda ham keng. Bunga bemalol propanam o'rnatsa bo'ladi. Sizlar bilan endi bitta interyerni ko'ramiz. Interyeri ham alohida tema. Kojinli salon, old sidinlarimizda abagrev bor, avtomat korobka, klimat kontrol zonasi, Android Multiful qo'yib qo'yilgan, cruise control, multifunksiyonalni rulni qo'yib qo'yilgan, stiklopodъемniklar, bokoylarni boshqaradigan rejimlar. Takoy skromniy lёгкий okalar, narxini eshitinglar. Narxi 8500 AQSh dollari. Egalarining nomerini yozib qo'yaman. Bemalol murojaat qilsanglar bo'ladi. CX-7 ning tinov holati.